Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi bo'lg'ay. Fidoyilar ekraniga xush keldinglar. Ko'rayotganinglar Qur'ondan nazar programmasining 81 soni. Har haftaning dushanba kuni İstanbul vaqti soat 9:20, 8:20 yoki. Mushu vaqtda har haftada 1 soat, 1-2 soat atrofida davom qilyotadi. O'zir bo'lmagan avvalosida tark etmayotimiz. Diqqat qilayotgan qarindoshlarimiz har programmada kona burundan tatib o'rganib kelgan nurg'un tushunchalarni yangi mazmunlar bilan tahrirlagan bo'ldi. Manfaatdor bo'lgan qarindoshlarimiz asosan ixlosmand, mustaqil fikr qiladigan, tafakkur qiladiganlar bo'ladi. Islomning dastlabki, ya'ni iymonning dastlabki shartlaridan islomga mukallaf qilingan insonlardan talab qilingan ikki shartning birisi aql bo'lish, birisi baligh bo'lish deyiladi. Aql va balig'lik sifatida yarasha o'zining mustaqil irodasi bilan yashayotgan qarindoshlarningki programmamizdan manfaat oladiganligiga ishonchimiz komil. Bugungi programmaning temasi masjid zodi qandoq joy degan temada bo'ladi. Her qaysi qarindoshlarimizningki hayotida bir qatim bo'lsa-mu bu savolni so'ramay qilishi aqllarga uyg'un emas. Ya'ni hammadan degidek zaten qanday bir yer o'qiydi deb kichkimiz olsin bir qatim so'ragan bir savol. Lekin ota-bobolarimizdan anglab olganlarimiz, ustozlarimizdan o'rganib olganlarimizning sirtida uni zaten Qur'onning ruhi bilan bir qatim tekshirib chiqish himmatida asosan bo'lmadik. Çünkü Kur'an bilen bo'lgan musofamizning orasida nurg'un boshqa musofalar qo'yilib ketganligi uchun oramiz uzoqlashib ketdi. Qur'onni tushungan olmaydi dedi, har xil savollar, har xil ifodalar bilan bizni Qur'ondagi bevosita tushungan bo'lgan mazmunlardan uzoqlashtirib o'tilgan avvallar Qur'onning nazar programmasida boshdan oyoq ta'kidlanib kelyapti. Bundaqda bugun Qur'oniy tushuncha nazariyasidan masjid zaten qandoq joy? Payg'ambar alayhisalom barpo qilgan masjidningki funksiyasi bilan bugun biz qo'llanayotgan masjidningki funksiyasida qandoq farqlar bor? O'xshashmi? Bu haqda programmani anglagandan keyin ta'sirotlarni inkos rayon qoldirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Do'stlarga ham tavsiya qilib qo'yinglar. Chunki bizning hozir eng muqaddas joylarimizdan deyilayotgan masjid haqida dars qilamiz. Ekranımızda bu programda başlayan taqdim qilib atgan Kerim Zoir ustoz bor. Assalomu alaykum ustoz, xush keldi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday ahvallar edi, Jimatullah? O'zir muammo'g'aylar, salomat bo'lg'aylar. Xo'sh, biz ilgirki programmalarda munosabatli mazmunlar tilga olingan chog'da masjid haqidagi bayonlarda qisqa shakllarda, uzunda shakllarda to'xtalgan bo'ldik asosan. Aql egalari uchun asosan bu savolning javobi chiqib bo'ldi, lekin har bir temada maxsus bir dars qilingan vaqtda taxmi tushunchalar taxmi ro'shan, aniq, to'g'ri bo'lganligiga tajriba yakunlanganligi uchun maxsus masjid haqidagi programmani ayrim bir dars qilgan bo'ldik. Marhamat. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu Ahmadjon degandek masjid haqida to'xtalamiz. Oldi bilan masjid degan so'z nima degan ma'noni bildirdi. Bu vaqtda biroz 1-2 minut to'xtalamiz. Masjid sajda degan iboradan kelgan bo'lib, itoat qilish, bo'ysunish degan ma'noni bildirdi. Qur'oni Karimda Sura Nisoning 154-oyatida "Vadxulul baba sujjadan" degan bir ibora bor. Isroil avlodlarini bir shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasning shu vaqtdagi besvelingan Baytul Muqaddas kirgan vaqtida sajda qilgan holatda kiringlar deydi. Sajda qilgan degan shu shaharniki qonun tuzumlariga bo'ysungan holatda kiringlar. Yani her qanday bir adam, yani bir davlatga kirgan vaqtida u davlatning qonun tuzumlariga bo'ysunish lozimligini bildirdi bu yerda. Yani masjid nima degan bo'ldi shu vaqtda desa, bo'ysuniladigan o'rin,
Yani insonlarni idora qiladigan bir idora markazi hisoblanadiganligini bildirdi. Yani Qur'onda sura Rahmon surasining 6-oyatida "Wan najmu va shajaru yasjudan" degan oyatlar bor. Yani o'zi yulduzlar, daraxtlar sajda qiladi deydi. Sajda qiladi degan Allohga bo'ysunadi. Yani tabiiy qonuniyat bo'yicha her narsaniki vujudida tabiiy bir qonuniyat va uningga majbur bo'ysunadi. Masalan, insonlar shundaq. İnsanlar mecbur tug'iladi, mecbur yashaydi, mecbur o'ladi. Uning hech qanday o'zi u qonuniyatga bo'ysunmaslik aslo mumkin emas. Xuddi shunga o'xshash butun koinotdagi narsalarning tabiatidagi qonuniyatga u narsaniki bo'ysunishi majbur degan gap. Ya'ni sajda kelimasiniki shu oyatlarga asosan yani velillahi yasjudu ma fis semavati vel ardi tev'an ve kerhen ve zilaluhum bil gudu vel asal degan müşayetning o'zidimi osmon zimindagi narsalar toki uning soyasini tortib Allohga bo'ysunadiganligini bildirdi. Bu yerda nima desa bu tabiiy qonuniyatga bo'ysundi degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerda ikki narsani Alloh taolo bizga bayon qiladi. Birisi her narsaniki vujudidagi tabiiy qonuniyat. Uningga har qanday narsa bo'ysunmay aslo mumkin emas. Bu haqda Alloh taolo maxsus bir programma yoki bir sistema ayrim, yani insonlarning qo'liga ayrim bir sistema bergan emas. Chunki insonning vujudiga yerlashtirayotgan bo'lg'achqa uni ayrim bir kitob qilib qo'liga berishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Shuning uchun o'zi insonlar uningga bo'ysunmayman deyishi mumkin emas. Muqarrar holda majburiy o'zi bo'ysundi. Shuning uchun bu yerda uni insonlarga bermagan. Ham ikkinchi bir tarafchi degan vaqtda ikkinchi taraf insonlarga Alloh taolo aqlni bergan. Aqlni bergan. Aql orqali insonlar dunyoda har xil ishlarni qila oladi, qildigan ishni qilmaydigan bundaq ishlar bo'ldi. Uning uchun Alloh taolo insonlarning aqlini, tafakkurini to'g'ri kontrol qilish, to'g'ri ishiltish uchun Alloh insonlarga kitob bergan. Yani Qur'oni Karimda orqali Qur'oni Karimda iborat, yani ilohiy kitob, yani butun ilohiy kitoblar insonlarni aqlini to'g'ri ishiltish uchun, aqlini to'g'ri kontrol qilish uchun, to'g'ri boshqarish uchun tushirilgan bir kitoblar hamdi. Yani shu kitoblar orqali insonlar o'ziniki aqlini to'g'ri ishiltib maqsa, aqli Alloh taologa bo'ysungan bo'ladi. Shu vaqtda insonlarning so'z harakatlari Alloh taoloning qonun prinsiplariga to'g'ri bo'ysunib maqgan bo'ladi. Müşahedim Allah Teala yana secde kelimesini işitiyordu. Balının avazı ki totem diye aslında. Ballı biraz geç olganca canlılık iken ben avazı itip koyayım. Demek bu yerdeki nersi neymi diye vaxtada Allah Teala ilahi kitaplarını yana düşürüşteki məqsədni, yani insanların vücudundaki tabii qanuniyet, yakınmayı kainattaki tabii qanuniyetini insanlara bildiriş ve onu insanlara məxsus kitap düşürüp vermezlik sebeplerini bildiriş. Öyle birge insanlarınki iş hareketlerini kontrol kıldığın qarta bir kitabını düşürgenligi ve şu kitapka özü boysunuğa vaxtda Allah Teala'nınki kösetken yolunda insanlar toğru mağalaydıqanlığı. Yani ma dünyada insanların aqlini toğru özü yeteklep mağadıgan bir kitabını düşürüşniki zörürlüğü boğanlığı için Allah Teala bu kitabını düşürgenliğini bildirdi bu yerde. Yani bu yerdeki nesini bu yerde bizniki hazır demek yoğunumuz neymi diye vaxtada secde kelimesindeki ma'nisini sürüştü kılıvatımız. Secde kelimesi yani mescid secde kelimesinden kelgen boğaşqa boysunuş diyen ma'nani bildirdi. Mescid ismi zaman deyimiz hem de serpni kelimesi boyunca ismi makan. Yani boysunulduğun urun diyen ma'nani bildirdi. Yani insanlar itaat kılıdığan itaat merkezi. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında
Peygamber Aleyhisselam'daki özel hazırlıklı Mescid-i Nebevi deyimiz. Şu Mescid-i Nebevi'de Peygamber Aleyhisselam bütün özel devletdeki işlerini şu mescitte başkurattı. Bütün etraftaki insanların hemmesiniki itaat merkezi, yani şu Peygamber Aleyhisselam zamanında şu mescid bo'lgan. Yani bundan biz bilib olalayımızki mescid insanlarniki itaat kıldıgan bir özü merkez ekan. Hozirgi vaqtida mesela bir devletniki parlamenti o'xshash mundaq bir o'rinni bildirdi. Endi Qur'oni Karimda masjidniki qurilish, yani masjidni qurishdagi maqsad nima? Masjidni nima uchun o'zi masjid solamiz? Payg'ambarlarning zamonida nima uchun masjid solgan? Yoki o payg'ambarlarning zamonida nima uchun bir talla masjid solgan va ko'pligan hozirgi zamonga o'xshash bir davlatda misol 50 ming, 100 ming, 200 ming, hatta 300 ming dağındaki aynı meclisler, bazı devletler var. Hatta 400 ming Malaysia, Indonezya'da 400 ming'nin gibi var hem de 400 ming'daki meclis var ki. Muşundaki meclislerini salıdı hem de. Peygamberin zamanında mı meclis salgan, hazırki zamanda mı insanlar meclis salıdı? Peygamberin zamanında ve burunki peygamberlerin zamanını tartıp her bir peygamberin zamanında fakat bir tal meclis salgan, hazırki zamanda neyim için cık meclis salıdı. Onun arasındaki fark neymi diye vakıda birinci hem de meclisin silinişteki maksat ne Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıp Sure Tövbe'nin 18. ayetinde Estaizu billah İnnemâ yâmuru mesâcidellahi men âmene billahi vel yevmil ahir ve akâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yehşe illallah fe asâ ulaike en yekûnû minel muhtedîn. Degan muş ayette seriştiki maqsadni Allah Teala bayan kıldı. Allah'a ahiret günü işengen, insanlarga yaxşılıqның özünü berpa qilgan, insanlarga yordam qilgan, zakat bergen, fakat Allah'tan qo'rqqan bundaq odamlarniki to'g'ri yo'l tepishini umid qilish uchun masjid bino qilindi. Masjidniki bino qilinishi kishilarniki to'g'ri yo'l tepishi, to'g'ri yo'lni qabul qilishi uchun selinadi degan gap. Masjid solgandan keyin kishilarga to'g'ri so'zlarni qiladigan gap, to'g'ri narsani tashviq qiladigan gap, insonlar ashuni anglagandan keyin to'g'rini qabul qilamdiki degan umidda masjidning o'zini shuning uchun selindi. Yani insanların doğru yolga yeteklash uchun selindi degan gap endi. Masjidniki tüp asası maqsadi insonlarni doğru yolga yeteklash uchun selindi ekan. Yana bu Sure Tövbeniki 107'den 110. ayetigachilik jiqara qilib qo'ydim buni. Mush oyatning o'zidimi وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ degan mush oyatning o'zida masjidning selinishiga o'zi zid bo'lgan masalalarni Alloh taolo ko'rsatdi. Yana masjid solgandan keyin u masjidda Alloh taoloni tunishtirmas, Allohning dinini, insonlarga to'g'ri yo'lni tunishtirmasdan kofirlikni tashviq qiladigan, tafriqchilikning o'zini, insonlarning orasida o'zi ittifoqsizliklarning o'zini barpo qiladigan yoki o'zi ittifoqsizlikning o'zini keltirib chiqaradigan, insonlarni yomon yo'lga yetaklaydigan, biz yaxshi ish qildik deb yomon ishning o'zini kishilarga o'rgatadigan va rostchilikni o'rgatdik deb yolg'onchilikni o'rgatadigan bundaq masjidning o'zini Alloh taolo bu yerda masjid ziror deb ataydi. Ya'ni payg'ambarning zamonidagi masjid insonlarga yaxshi axloqni, ilmni, islohotni, her inson o'zini isloh qilishni va zamoniga loyiq odam bo'lishni tashviq qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisolamning zamonidagi masjidda uniki o'zi qarshisida bo'lgan, yana o'zi masjidlar degan vaqtida kufrni va tafriqchilikning o'zini
nim qilgan o'zi masjid bo'lgan. Yani Payg'ambar alayhisalom zamonasida bir masjid selingan. Şu Madinaga bir qancha kilometr keldigan yerga u masjidning o'zida musulmonlar yoki shu yerdagi insonlarning o'zini ikkiga bo'lib o'tish uchun selingan masjid bo'lgan. Bu yerda Alloh taolo shuni deyotdiki, buning o'zini masjid zirar deb o'zi atganligini deyotdi. Demak, bu yerdagi maqsad nimaga degan vaqtda maqsad ya'ni masjid selishda insonlarni birlashtirish, insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish, insonlarning o'zini kufrdan o'zi ozod qilish. Kufr deganning o'zi yani hamma narsaning o'zini ko'z ko'rmaslik selib, haqqi ko'z yumadigan mundaq odam bo'lishdan saqlab qolish. Yani onu to'g'ri yo'lning o'zini nim qiladigan o'zi to'g'ri yo'lni qabul qiladigan yoki mayli to'g'ri yo'lda mangadigan odam qilib tarbiyalash maqsadda selinganligining o'zini bayon qiladi. Rostchilikning nima yolg'onchilikning o'rniga rostchilikning o'zini dastatish uchun selinganligini bildirdi. Yani bu ayetning oxirisida la taqum fihi abadan la masjidun ustisa ala taqwa min evveli yevmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna en yetahharu vallahu yuhibbul mutatahhirin degan o'sha oyatning o'zidimi u masjid zirarda asla o'zi sen tuma deydi yoki namoz o'qima. La masjidun ustisa ala taqwa min evveli yevmin ahaqqu an taquma deganning o'zi sen taqvolikning ustiga qurilgan masjidda turishing lozim deydi Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga. Bu taqvolik degan nima degan vaqtda yani masjid taqvolikning maqsad qilgan holatda selinishi lozimligini bildirganligini ko'rsatdi bu yerda. Taqvolik nima degan vaqtda insonlar xatolikdan saqlanish uchun insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, to'g'ri yo'lni tashviq qiladigan bundaq bir masjidda sizning tug'uning bu to'g'ri degan gap endi. Ama asla o'zi insonlarga xato yo'l ko'rsatadigan, xatolikni tashviq qiladigan, insonlarni xurofotlikqa, ko'nillikqa undaydigan bundaq o'zi masjidlarda bo'lish payg'ambar alayhisalomning shu vaqtda bundaq bir masjid turishdan payg'ambar alayhisalom to'sqanligini bildirdi. Bundan biz bilib olamizki, payg'ambarning zamonasidagi masjid bilan hozirgi zamondagi masjidni selishtirishga to'g'ri keldi endi hozirgi vaqtda. Payg'ambarning zamonasida masjid nima maqsad selinibdiki, nima ishlarni qilibdiki, qanday ishlarni vujudga chiqaribdiki va hozirgi zamondagi masjid nima ishlarni qilyotidi, nima ishlarni vujudga chiqaryotidi, bu ikkisining o'zini natijasini selishtirish to'g'ri keldi. Masalan, payg'ambar alayhisalomning zamonasida ve bütün peygamberlerin zamanında mescid fakat bir tal selingan. Her peygamberin zamanında bir tal meclis selingan, asla iki tal meclis selingan. Bununki tüp asası məqsəd neyme degan vaqtda insanların birligini saqlash. İttifaqsızlığının özünü aldını eliş üçün birligini saqlash məqsəddə fakat bir tal meclis selingan. Mesela Musa aleyhisselam zamanında Mısır'da fakat bir tal meclis selingan. Ve bütün Bani İsrail'in özünü şu bittal mescidinin özünde birlik keltirip Fir'avnning zulmdan qutquzish uchun şu yerda özü bütün işler aşağıda hep berilgan misal maslahat deymiz, her xil özü ularni qandaq qilganda şu Fir'avnning zulmdan qutqiza olaymiz degandek planlar şu mescidga elib berilgan. Süleyman peygamberning zamonasida faqat bir tal mescid selingan. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamning zamonasida bir devlet kurgan bolsa-mı o devletin hem yeriga meclis salmagan. Çünkü meclisni köp salgan sırı insanların arasında her xil mezhep, her xil özü fikirniki payda olduğanlığını bilgenlik için bir tal meclis salgan. Ama hazırki zamanda bu meclisga kesek degan vaqtda her bir özü neminiki nemi desek oldu onun özü. Cemaat. Her bir cemaatniki bir tal meclis var. Hatta ki A cemaat, ma cemaatniki meclisga kirmeydi adette. Mescid peygamberlerin zamanında birlikinin simvolu olsa, hazır ittifaqsızlıkniki simvolu olup qalgan. Mesela bir özü milletini
bir qancha meshitga bo'lish orqali u bir qancha meshitda har xil mazhab yoki har xil fikrni paydo qilish orqali insonlarning o'zini nurg'unlagan nimalqi ixtilof yoki bo'lmaydi har xil o'zi nimaga shunday bo'linishlarga sabab bo'lgan shunday bir o'ringa aylanib qolgan. O ilgirki peygamberlerinin fakat birlam mescid silishida şu yaşagan muhitiniki kichik bo'lib qilish ehtimoligi bormi yoki Ya Peygamber Aleyhisselam zamanında misal Mekke, Medine, Taif deymiz. O keyingi zamanlardaki çoğup ketken ya hazırkı şu harita qarasak men manda nemesini ko'rib baktım. Şu hazır Irak tuprog'idan cho'ng'aroq o'ringa ega bo'libdi shu vaqtda. Medine'de şu nimeni qurganda mı? Mescid-i Nebevi'nin Mekke Medine'nin araligi 500 kilometr keldi emasmi? Mekke Medine'nin aralığını nima qilib, onun üstüge bu şimal qarab hali uzun şu bir oxirgi nimada 9-yilsimiki hijratning 9-yilmiki şu 30 ming askarni boshlab mangan vaqtida 50 necha qabilaga yetganki shu vaqtda shundoq cho'ng bir hali cho'ng tuproqqa ega bo'libdi. Uningda burunma masalan Makka Madinaning orasi 500 kilometr ya cho'ng ya endi. Ashaning o'zida har bir do'qmishqa yoki har bir mahallaga mesjidlar deb payg'ambar alayhisalom mesjid soldigan yeri yo'q. Bu nimani bildiradi desa, namozni uyda o'qiydigan gap, masjidda insonlarga qaysi ishni qilamiz, qaysi ishni qilmaymiz, qaysi ishni qilsak to'g'ri bo'ladi, qaysi ishni qilsak xato bo'ladi, masalani qanday hal qilamiz. Masalan, ba'zi bir masalalar bo'lsa, davlatning masalalarini o'zini shu yerdagi maslahat qilishadigan insonlar birga maslahatlashadigan gap. Bundaq masalalarning o'zini masjidda hal qilgan. Ammo hozirgi vaqtda desa, u masjidda her bir o'zi mescidning imom ma'zillari o'zining manfaati uchun yoki shu jamoatning beshida turgan bir qancha odamlar o'z manfaati uchun jamoatni bilib olishlik, jamoatni o'ziniki manfaatiniki manbasi qilib olishlik misol. Yana her bir o'zi jamoatning beshidagi sheyx shu jamoatniki podshosiga o'xshash yoki bo'lmaydi. Ayndaq bilib olishlik. Masalan, Turkiyadagi yerda her bir jamoat davlatning ichida ayrim bir davlat bu ılıqlıq. Xalqni har xil şəkildə ezidigan, onu ki özü iqtisadını şoraydigan, şundaq işlar nəhayəti öcəb getib. Bütün özü Müslüman məmləkətlərdə bu ortaq bir nəsə. Şunun üçün bu məscidniki köp buluşu insanlar əsla özü neminin özünü payda əkəməsdən ziyan əkiliklik hazırlık vaxtıda. Çünki birinciden milletini ittifoqsizlikqa, tafriqchilikqa, mazhabchilikka o'zi yetaklatmagan qiliq. Ikkinchidan, Payg'ambar alayhissalomning zamonida masjid insonlarni yangilikqa intildirgan. Buningdagi qanday qilamiz? Hozir qanday qilamiz? Buningdagi qanday qilamiz? Qanday qilganda biz texmbek o'zi har jihatdan ilgirlay olamiz. Degan to'g'riliq o'zi u yerda jamoatga tashviq qilingan bo'lsa, hozirgi masjidlarda davamlıq burunqi xurafi narsalarning o'zini insonlarga tashviq qilish orqali insonlarni xurofat qilib pattirish va jamiyatniki oqil qoldirgan, ya'ni jamiyatni oqil qoldirish, ya'ni dunyoning oqil qoldirishdan iborat, shundaq o'zi cho'ng bir jinoyatni ishlaydigan o'rinlarga aylanib qolmoqda. Payg'ambar alayhissalom zamonida davomli o'qish to'g'riliq, o'qishniki qanchalik zarur ekanligi to'g'riliq insonlarga tashviq qilgan bo'lsa, hozirgi zamondagi meshitlar insonlarni bundan 1400 yil burungi hikoyalarni o'qish orqali insonlarni texmbek o'z xurofat pattirib, hozirgi zamondagi ilmlardan mahrum qolgan bunday bir holatni shakllantirmoqda. Bu nihoyat echinishli bir o'zi ahvol bo'lmoqda. Payg'ambar alayhissalom zamonida ki masjid mesela Peygamber Aleyhisselam burunqi derslerdim jiq deb o'tdik. Hiçbir zaman burunqi peygamberler o ishni qilgan. Burunqi peygamberler mani qilgan. Musa Aleyhisselam Fir'avnni mandaq yengib etgan. İsa Aleyhisselam mandaq qilgan deb o'zi burunqi peygamberlarning qilgan ish harakatlarini, hatto Qur'onda zikr qilingan ish harakatlarini so'zlab yurmagan.
Yani hiç kandak bir rivayette bunda bir nersi yok. Hatta Kur'an'da şu Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam doğruluk nurgulluğa vakalikler var. Ama Peygamber aleyhisselam şunun özüne Musa aleyhisselam anıqqan, İsa aleyhisselam manıqqan, İbrahim aleyhisselam manıqqan deb oturup burunqi peygamberlerniki iş hareketini sözlep oltumuğan. Nimqan degan vaqtda u payg'ambarlar o'z zamonasida va o'z makonida shu vaqtdagi sharoit qarta Allohning dinini shu shaklda ijro qilgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom o'z zamonasida u Allohning dinini qandoq qilganda eng to'g'ri shaklda, eng muvofiq shaklda ijro qilamiz degan e, niyatda o'z zamonasiga loyiq odam bo'lishga insonlarning o'zini undigan misol. Davamlı şu nima rivoyatlardan ba o'z zamonasini tushunmagan odam nayet o'z oxiri qolgan yoki bo'lmaydi shundoq bir inson bo'lganligi to'g'riliq shu rivoyatlarda shundoq narsa zikr qilindi misol. Demak, har bir inson o'z zamonasini tushunish va o'z zamonasiga loyiq odam bo'lish u insonni shu o'z zamonasidagi o'zi qadr qimmatini saqlab turadi degan gap. Ya'ni biz o'zimizning zamonimizda öz zamanımıza layık ilim fen her sahada adam bulanmasak zamanımızda ahir qilib qolgan adam bo'lamiz, boshqa insonlarniki hech qanday o'z e'tiboriga erişemaymiz. Yani biz o'z çöp, yani axlat adam bo'lamiz zamanımızda, axlatga aylangan bir adam bo'lib qoldik degan gap. Shuning uchun bu yerda biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan, yani Allah'ın kitabı işlengen bir mümin buluş sıfatımız bilan insanların aldı her cihetten an cihette olsun her alda aldın qatar turuşumuz lazım. Yani mandak adam buluş lazım aslında. Ya ki mandak işlerini kılışımız lazım diyen bir anda olsun mu bir ilgar haletinde buluş lazım yani. O iş ayrı qilib qalsın. Burunqi hikoyaning o'zini, burunqi sahobalarniki, ya'ni bundan 1400 yil burun, hatto vaqtga Odam alayhissalom zamonasidagi narsalarni so'zlash orqali insonlarning o'zini qaymoqtirib, hozirgi zamondagi ilmlardan mahrum qoldiradigan mundaq bir o'ringa aylanib qolgan. Ya'ni bu masjidda davomli shu bilimga ehtiyoji bor. Jiq o'qimagan, shundoq odamlar jiq kiradigan nima bir o'ringa aylanib qolgan. Masalan, Turkiyadagi yerga borsak, hiçbir zaman ziyaliler ve baylar meşti yok. Bütünley kembagaller, nadallar meşti oltuğan. Qillig'i ishi yo'q, pensiyaga chiqqan He. odamlar. O ziyaliler, baylar nima qilib kelmaydi? Ehtiyacı yok ularniki bilimidan o'zi o'rgangidek bir narsa yo'q ularga. Unda bo'lgandiki ularni qishig'i kelib, o'rganadigan bir narsa bo'lmagandan hatta onun öğrendiğin nersi bilen zamanın aldığı emas, arka qarab menişki to'g'ri keladigan bir narsani o'rganadigan gap. Shuning uchun ular asla o'zi meshitga yaqin kelmaydigan gap, meshitni yiroq turadigan gap. Ularning meshitni yiroq turishimi o'zi, ya'ni yo'lliq. Nima uchun degan vaqtda meshit aslida insonlarga yangilikni o'rgatadigan. Bundan keyin oldimizda nima ishni qilishimiz lozim. Dunyoda nima ishlar bo'lyapti, biz qanda dunyoning oldin qatoriga o'ta olamiz degan masala ustida o'zi so'zlamasdan bundan burunqi bo'lib bo'lgan, haq qilib bo'lgan yoki qilganmish, degan mushundaq hikoyalarni so'zlash orqali insonlarni zeriktirib o'tgandan keyin u insonlarning u yerga berishga hech qanday o'ziga ehtiyoj tuymaydigan holat shakllangan misol. U yerga borsa, u inson foydali hayot tursin. O'tganki zamonlarni so'zlash orqali u insonning ichini pushirgan gap. U yerdagi so'zlar. Shuning uchun bu yerda nima desa, o ziyolilar, baylar uning uchun o'zi meshitga bormaydi. Meshitga bormaganligi ular uchun hozir zamon to'g'ri. Nima uchun degan vaqtda bay deganga o'xshash, ularga yangilik yo'q. Ularniki o'zi kallasdagi narsani texnik oydinlashtirib olay deydigan qarta yordam qildik bir bilim u meshit so'zlanmagandan keyin uning hech qanday o'z meshitga berishga hojat tuyulmaydigan gap. Uning uchun meshitni insonlar butun o'zi hattoki bilimlik odamlar texim jiq keladigan yerga aylantirman desa, u vaqtda u meshitda zamonaviy ilm to'g'riliq her sohada insonlarga o'z zamonimizda va o'z makonimizda foydali bo'lgan narsalarni so'zlay oladigan va insonlarni texmbek yaxshi bir adab axloq bilimga rag'batlantira oladigan so'zlar bo'lishi lozim. Shu vaqtda u masjid o'ziniki rolini, ahamiyatini namoyon qilgan bo'ladi.
O Ee, jamoatninki hozir masjidni asosan namozga ishlatiladigan bo'ldi. Ibodat qiladigan bir yer shaklida. Biroz bir qaramoqqa butxona cherkovninki bilan faqat zamon farqi bor. hmm, Masalan, cherkovga haftada bir kirib qo'ysa yetadi unda boshqalar. Lekin musulmonga shu 5 qatim kirsa degan nim bor. Chaqiriq bor. Ondan boshqa masjidda o'qilgan namoz, uyda o'qilgan namozdan manchasi yuqori deydigan masjidga aloqador nurg'un rivoyatlar bor yana. Ya'ni hmm, masjidning ulug'ligi, kattaligi, uning bir tal aqldan ilib etsa, u qiyomat kuni farishtalarga to'yliq bo'lganligidek ishlab ajoyib nimalar bor unda. hmm. Masjid degan Allohning uyi, uningga silingan sadaqa yoki yaxshiliklar sarf qilingan pul, mollar asillab qaytib keladi yoki qiyomat kuni yaxshilik tarozisiga o'tiradi degan bek rag'batlantirilgan narsalar bek chiqqandi. Doğru. U undaqda bu umidlar agar masjid o'zining funksiyasini topolmagan avvalosida bu umidlardan umid yo'qkinda hisobda, natija yo'qkin hisobda. Əməliyyatda zaten biz 1400 yıldan birisi bo'lib bu Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan tortib hozirgichalik faqat mesjiddan foyda ololmaganligining o'zila u yerda bir foydaning yo'qligini isbotlaydi degan gap. Ya'ni Qur'oni Karimda namozni masjidda o'qing degan to'g'riliq hech qanday bir oyat yo'q. Faqat juma kunisi jumaga chaqirilgan vaqtida shu chaqirilgan o'ringa kelinglar degan to'g'riliq nim bor. Ya'ni juma namozining o'zini masjidda jamoat o'qisa bu bo'ldi. Qolgan 5 namozning o'zini hammasini uyda o'qisa u bo'laverdi degan gap. Yoki ish yerda o'qisa bo'laverdi. Ya'ni u masjidga 5 qatim bir odam bir kunda 5 qatim namozni masjidda o'qiyman degan odamning o'zi bir kunlik ishniki yerimini qilmaymi degan bo'ldi endi. Bir odam peshim namozini o'qiyman desa, uning 1 soat ketadigan gap, oxirida yana ish o'rniga berib qo'ygan, asrga azon chiqadigan gap, asr keladigan gap, uni o'qib, endi deb qo'yish sham bo'ladigan gap. Shuning bilan o'zi yerim kun shu namoz bilan orliqda yugurib lekin shu namozniki nima misol o'tadigan gap. Shuning uchun bu yerda payg'ambarniki zamonida hech bir zaman bundaq bir narsa bo'lgan emas. Ammo u yerda butun faoliyatlar xalqqa o'zi nasihat qiladigan, xalqqa tashviq qiladigan, xalqqa bir narsani o'rgatadigan o'rin shu masjid bo'lganligi uchun insonlar u masjidga kelgan. Ham hozir masjid, maktab yoki siyosiy o'rinlar hammasi orib etildi. Orib etilgandan keyin bu masjidning o'ziga faqat juma kuni bir kun kelsa, ya'ni shu peshim namoziga kelsa bo'ldi shu jamoat o'qiydiganga. Boshqa vaqtning o'zida hech bir zaman u masjidga berishga hech qanday hojat yo'q. Har odam o'zining ish o'rnida namozni o'qib, ishini davomlashtirish lozim. U undaqda azonni nima deb tushunamiz endi? Hozir qadar bizga kelgan manbalarda tushuntirilgan darsliklarda 5 qatim azon anglashni alohida cho'ng bilamiz endi. Azon anglab turgan yerda o'tirishni, yashashni istaymiz, uni targ'ib qilamiz. Unda Hamda azon islomiy Payg'ambar alayhisalom zamonida Bilolni azon o'qiydiganga, azon o'zi to'laydiganga tayin qilib muazzin qilganligiga aloqador nimalar bor, tarixiy manbalar bor. Unda uning roli qanday bo'ladi endi? aslida endi bu halqi islomiy bir jamiyatda mana shu vaqtda islomiy bir jamiyat deganimiz endi hech bir inson yana bir insonning diniga hujum qilmaydigan, diniga mazhabiga hujum qilmaydigan har qanday dindagi insonlar yana bir e'tiqoddagi, yana bir dindagi insonlarniki diniy e'tiqodiga hurmat qiladigan, milliy kimlikka, diniy kimligiga hurmat qiladigan, bir-biriga halqi
azob bermaydigan, din sabablik, millat sabablik azob bermaydigan bir jamiyatni qurib chiqish, bu islomiy jamiyatni qurib chiqish deb o'tganki darslarda ashuni so'zlab chiqdik. Bunun asosan aslida hozirgi zamonda har odamning qo'lida soat bo'lgandan keyin, masalan, namoz vaqti soat qancha o'tganda kirdi, qancha chiqirdi, hamma narsa shuningda o'zi aniq bo'lgandan keyin insonlar shu soat qarab masjidga asib bo'ladi. Hamda masjidning o'zida hozirgi kanayda rasa tovlab butun o'zi masal musulmonlar xo'sh yoqsimi, azonning o'zi boshqa o'zi dindagi insonlar xo'sh yoqmaydi misol. Bo'libmi Turkiyadagi yerda nurg'unlagan diniy e'tiqodli insonlar bor. Bu insonlarniki har xil dindagi insonlar bor yoki hech qanday diniy e'tiqod qilmaydigan insonlar bor. Masalan, Ramazan vaqtlarida kechida o'zi insonlarni shu halqi nima deymiz, halqi dumboqni jeb turib o'g'itadigan, onundan keyin shu atdigan soat shu vaqtdan boshlab azon to'lab butun o'zi insonlarga shunday bir nima qilgan bir ishlar bor. Bu asli to'g'ri narsa emas. Nima uchun degan vaqtda u nima bo'lmagan o'zi namoz o'qimaydigan insonlar yoki dinga ishonmaydigan insonlar u azonniki yoki u nimaniki ovoz bilan o'qindigan gap ularga bu to'g'ri kelmaydi hamda balki ve haqiqiy islomniki nuqtasini aytgan vaqtda boshqalarga azo qilgandek bir ish bo'ladi-da bu aslida. Bu bir zulmga o'xshash bir narsa. Ham bizga xo'sh yoqadi, biz musulmon bo'lgandan keyin ana Alloh ishonadigan, namoz o'qiydigan odamlar bo'lgandan keyin bizga xo'sh yoqadi u. Ammo u xo'sh yoqmaydigan odamlarga, masalan, o'sha hozirgi vaqtda xristianlar, o'sha yahudlar halqi nimaning o'zini, qo'ng'iroqning o'zini göldirib çağsa, küllüge netçi vaqt çağsa, kulağını ağırtkıl tutsa, biz mi ayada qo'tonşuymiz adetçi. Nimandaq mağuylu mandaq qilib ketganda ma'nasının o'zini deymiz de. Biz aşında deymiz, ama bizniki andaq vaqirga vaqtimichi, u haqlimi deydi onun o'zini. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam zamanında andaq qilganda, Peygamber Aleyhisselam zamanında namoz vaqti bo'lgan chaqda to'g'ilgan namozni vaqtidan o'zi o kechida jang chelib, undaq o'zi insonlarni o'g'atgan to'g'riliq undaq narsa yo'q. Misol. O Bilal'ın azan to'lab boshqalarni masjid kelinglar degani masjidin nabaviyda bo'lgan shundaqku. Yani şu her qatamdan chaqiriq hisobda faqat musulmonni chaqirganmi yo shu Madina ahlini chaqirganmi? Yo'q, musulmon emas, mu'minlarni chaqirdi-da. Mu'minlarni. U yerdagi masalan shu doiradagi odamning hammasi yahudi bo'lsin, nasara bo'lsin, mushrik bo'lsin, musulmon nima shu mu'min bo'lsin. U yerda bir yashaymiz, o'sha tinch bir jamiyat yashaymiz deb shuni qo'l qo'ygan odamning hammasi musulmon botildi aslida. O jamiyatning o'zi islomiy bir jamiyat degan bo'ldi. Men misolan shu Payg'ambar alayhisolamning hayot vaqtidagi shu Masjid-i Nabaviyni tasavvur qilyapman-da, mazrislarning tariqatlaridan. Agar Bilal chaqirgan bo'lsa, hayyalas sala, hayyalas fala da'vatgan chog'da shu Madinani barpo qilgan yoki keyingi Madinaning hozirgi biz da'vatgan davlat tuzilmasi deyli. Peygamber Aleyhisselam barpo qilgan tunji davlat tuzilmasidagi insonlarni o'rtaq chaqirganmi? Buning ichida faqat namozga chaqirdi degan bir ibora yo'q. Chunki ba'zi vaqt urushga bir taraf bilan urushadigan qarta bir plan tuzadigan gap. Maslahat kengash beyishlar bo'lsa, shu vaqtda hayya alas salat desa namozga kelinglar degan bo'ldi deb tushundim odam. O hayya alas salat deganning o'zi faqat namozni bildirmaydi. U yerga kelib bir ishni birlikda hamkorlashib qiladigan bir ish bor u yerda degan gapimdi. O namoz salat kelimasi hamkorlik, yordamlashish degan ma'noni ifodalagan bo'lg'achqa, u yerda urushni qanday qilamiz, kim qanchalik yordam qiladi, kim qancha to'g'i berdi urushga, kim qanchalik ot berdi, kim qanchalik pul berdi, kim o'zi qanchalik qilish qalqon berdi. Bundaq narsa ustida o'zi muzokiralash uchunmi u yerda o'zi hayya alas sala deydigan gap. Uning o'ziga misol
iymon etgan mo'minlarmi keladi va hattoki shu yerda kelishim qo'l qo'ygan mushriklar bo'lsin, yahudlar bo'lsin, shularning hammasi kelib, kim qanchalik o'zi nas chiqirdi, shu orqali o'zi u Madinadan iborat o tinch bir shaharning o'zini qo'g'dab qolish kerak u yerda. Bunun qarta to'g'lingan o'zi nurg'unlagan qatim azallar bor. Masalan, shu kinosidimi, hijrat degan kinodimi aşalqı uzina linnasımı şu bir ayet var. Nimaga urush qilishga izni berildi degan aş birinchi qatimliq Badr urushiga izni berilgan vaqtdagi ayet. Aş ayet tushgandan keyinla Bilal şu yerda azan aytdi. Azan aytgandan keyin darhol insonlar keldi shu yerga qanday qilamiz deb maslahatlashdi misol. Demek bu yerdagi masala nima degan vaqtda hamma o'z azanning hammasi u nimaga o'xshash nima emas degan gap balki namoz uchun emas degan gap u yerda. Ben hazır biraz mescidninki funksiyasi haqidagi yangi izohatdan keyin ve adetlenip kelgan mescid tushunchasi bilan biraz nim bo'ladi menda bir sovuq bir yer kelsa aynak chaqqanda ko'nglimning bir yerlar chaqlayotadi. Demak o'g'lim, agar Payg'ambar alayhisalom hayot holatda shu Masjid-i Nabiy barpo qilingan shu masjidda Bilalni sen azan o'qib, boshqalarni chaqa, hammasi yig'ilsin degan bo'lsa va chaqirilgan chog'da agar bugungi o'qilayotgan azan o'qilgan bo'lsa, o zaman bir yer biraz nima chiqadi endi. Agar çünkü ular o'zining dinida qolgan, hammasi o'zining dinida, o'zining e'tiqodi bilan qiladigan faqat Madina territoriyasini adil bir şekilde, beraber bir şekilde ittifak ve güllendirdiğin bir hemkarlık bilen kuşaklaşkan bo'lsa, ular mesela bir İslami cemiyet, İslami bir ortam paydo qilish uchun kelishgan bo'lsa, o zaman ezanning Allahu Ekber deb boshlanadi mesela. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelimelerni o zaman o toplum qabul qilmaydigan tursa, undaqda azan shu chog'da o'qilgan azan, hozir o'qilayotgan azan emas bo'lish kerak degandek bir kallamda bilan chiqadi. Bu o'zi endi hozir bu texim ishkirlab kirsak bu yomon. Şu demek ki şu bir yerde alsa ben bilgisine kaplanışı saklanılmayız canım. Yok ötküzülmeydi. Evvelden ziddiyet çıkkandaki bu kandan gibi undaqda bu onda olan basa bu ezanı manda okulatkan tursa degan narsa aklımdan keçadi de. Elbette. Undaqda ezan mı hatakinde hesap kin islah qilinib hozir qadar bu yerda hayya alas salah, hayya alal falah deb tovlash ishlari u ayrim bir masalachi, ammo Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh deganni bilan tovlash u ayrim bir masala. Bu ashhadu anna Muhammad rasululloh degan bu so'zlarning o'zini keyingi zamonlarda paydo bo'lgan narsa deb tarixchilar ham deyotadi uning o'zini. Uni boshqa tarixchilardan anglab bo'ladi, lekin men shu bosh to'g'riliq so'zlabmi bakaroq o'zi ixtilof paydo bo'lib ketdi bizning oramizda. Ammo tarixiy kitoblar qarisi bo'ladi uning o'zida. Ammo hayya alas salah, hayya alal falah deganning o'zi misol maslahatlashish, yordamlashish, shu maqsadda maylik to'planayli, falah deganning o'zimi o'zimizni qutqizish uchun maylik to'planayli degandek mundaq ma'no chiqadi, ham unda nurg'unlagan nima bor. Endi bizniki nimadan bu masalan Aman Nisaxonniki kinolar deymiz, o'sha nimaniki kinosi qarsa qalqi bir podshohniki nemisning o'zini yetkizdigan bir odam bo'ldi-ku. Deydi ayyuhannas shittonlar amma xos deb. Ashuna o'xshash narsa endi bu. Ashuna o'xshash o'zi animidim demanglar, andaq-mandaq deb bir o'zi uqtirishni uqtirdi xalqlarga. Xuddi shunga o'xshash ham shu vaqtda maxsus ashunda qalqi bir yig'ilish qilib, o'sha yerda bir masalani hal qilish masalasi nima maqsadida insonlarni to'plash uchun, ya'ni shu yerda bir qism jamoatlar kelibdi, hamma odam kelmasa balki ishqi maslahat bera oladigan darajadagi bundaq insonlar keldigan gap, shuni o'zi
pulu alıp pulni bağa şu nemede misal palan urushqum qanchada Hazreti Osman manchilik o'zi to'gib bergan, palan manchilik pul bergan, pustan manchilik o'zi qilish qalqon bergan degandek nurg'ulg'an narsalar bor. Shu ishlarning hammasi shu masjidda maslahat qilish orqali hal bo'ladigan gap. O maslahat qilish uchun nima desa, shunda zamoni kelgan chaqda o Bilal olamdi, Yanbis olamdi, to'g'laydigan gap. Yoki meshitni to'pisiga chiqib to'g'laydi, bu Madina degan vaqt cho'ng bir yer bo'lmagandan keyin shu meshitni to'pisiga chiqib to'g'lasa, atrofidagi insonlar anglaydigan gap. Agar undaq bo'lmaganda, shu kinodagidek ayndaq jangchilab turib, anglamadim demanglar deb turib o'zi uqtirishning o'zini uqtirdigan gap hamda. Kelib u yerda maslahatlashib ishni qildigan gap. Bu halqi ma hozir azondagi ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan bu kelimalarning o'zimi bu halqi nima qilmaydi, bu halqi to'g'ri bir hukm bermaydi. Chunki payg'ambar hayot turib o'zi shohidlik bergan bundaq ishlar u bir halqi insonning kallasidan o'tmaydigan narsa bir. İkinchisi biz hozirgachilik shundaq ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deymiz. Allah şahitlik berdi, tamam. Kur'an-ı Kerim'de şehidallahu deb bor. Allah o'ziniki bir Allah ekanligi şahitlik berganligi haqida Qur'onda oyati bor. Lekin bu yerda payg'ambar yo'q hozirgi vaqtda. Yo'q bir odamning o'zini ashhadu an la ilaha ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb o'zi deyish, bu o'zi kelimeniki ma'nosiga to'g'ri kelmaydi. Şahitlik deganning o'zi o Muhammed Aleyhisselam naq oldimizda bo'lsa, uni andaq deydigan gap misol. Yani o yerdeki şahit Peygamber Aleyhisselam emas, belki biz şu anda, biz guvohlarimiz dayatgan kishi bo'lgandan keyin biz shuni ko'rgan bo'lsak, andan keyin bizda ko'rgan, anglagan bo'lsak, biz şahit sifatiga bo'ladi-da. Albatta. Shu masaladami ba'zan qarindoshlarga "Bana işinamsizlar" deb eng ishindag'i adamlardan birisi kelib, "Bana bir guvohlik beringlar, bugun kunlikda bir masala to'g'risida meni haqqimda bir shohidlik beringlar" desa, mahkamada shunga shohidlik beramsizlar? Sen ben berolmayman, qanday bermayman, va shohid bo'lmagan tursam deydi-chu. Undaqda degandan keyin hozir dayatgan masala chiqdi-da. Payg'ambar alayhissalomga shohidlik berishligi deymiz yani. Shu. Bu butunlay halqi shohidlik nimasiga halqi to'g'ri kelmaydi. Shohidlik to'g'ri kelmaydi, tushmaydi bu. Yani guvohchilik sifat yo'q bizda. Yo'q u. Chunki u payg'ambar hozir yo'q. Yo'q odam biz shohidlik berish butunlay o'zi to'g'ri narsa emas. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bu mal keyingi zamonlarda o'tirib chiqqan narsa o'g'ashqa bu azon takbir degancha, bo'lmasa Allohu akbar deb namozni o'qiydigan gap bu yerda. Mush shohidlikdagi mush so'zning o'zbek kelishini men biraz iliqi do'ramchilik ota-bobomizdan tortib munda deb ketdikin degan shakldagi udumning ko'chirib akilishning o'zi ekan deb tushunimcha men. U bor. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar alayhissalom zamonasida shu payg'ambar alayhissalom bilan ham suhbat bo'lgan odamlar ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan bo'lsa, ashni aynan hozirgi qo'shash, shohid qo'shash ayndaq so'zlab, ayndaq o'zi shohidlik berayotgan insonlar bor. Ammo Qur'oni Karimda payg'ambarlikka shohidlik berish degan to'g'riliq hech qanday bir yerda oyat yo'q. Qur'onda iymon degan kelima bor bu yerda. Ishonish. O ishonishning o'zimi men o Muhammad payg'ambarlik ishondim deb qo'yish bilan bo'ladigan narsa emas. O Qur'onni o'qib, o odamning haqiqiy payg'ambarligini tushunib, undan keyin o'zi unga rostga ma'lum deb ishonsa, u vaqt ishongan bo'ldi. Ammo o'zi ota-onasi la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh desa, ashunday deb qo'ysa, o odam mu'min bo'lib ketgan, bunda qoida yo'q. Ya bu halaqqa bir narsning aslisini tatlab chiqsa, teshigi yo'gab qolgan qasroqlar biz boshdan so'yalgandek so'ylab chiqadigan bir ish yo'llaridir-ku bu yerda hozir. Zaten bu endi islom dinidagi hozirgi shu kelinaksel deymiz, nima deymiz uni biz tilimizda? An'anaviy din bilan hozirgi ma'vu Qur'on tasvirlagan bu din, ana islomdan iborat bu din. Bu hech qanday nurg'un yerda o'xshashmaydi misol.
Hazır ötkenler dedik, mümin ölen bizde her kandak bir adam Allah'a, peygamberge işengen bolsa, o adam mümin hem özünü Müslüman dep karaydı. Kur'an'da nimde aytdıysa, ya eyyuhellezine amenu dukhulu fis-silmi kafeten deydi. Ey müminler, sizler öz İslam'a girin deydi. Hmm. Yani mümin bolgan adamның hemmesi Müslüman bolmaydiganligini Kur'an o yerде dewadydy. Müslüman degen nima dese, tinch bir jamiyat qurish uchun kurash qilgan odam degan gap. Bir odam tinchlik uchun has qo'shmasa, o odam o'zi Müslüman Müslüman bo'lamaydi degan gap. Müslüman deganni ya beshi turib kurash qilgan bo'ldi, ya ko'maydi ish qilib, shu tinch bir jamiyat qurishga has qo'shgan odam o Müslüman bo'ladi degan gap bo'ldi. O qandaq Ha, dinde bo'lsin, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, tinchlik uchun has qo'shgan odam Müslüman bo'lib atiladigan gap. Hamda Allah'a, Allah'ın kitabıga, peygamberlerge, malaiklerge, ahiretke işengen bu adamın özü mümin olup atıldı Kur'an-ı Kerim'deki tesirlişi boyunca mümin işengiçi, Allah'a işengen adam diyen boldu o yerde. Ama Allah'a işengen adamın hemmesi Müslüman olmaydı. Nurgun adamlar var, İslami yani şu tiniş bir cemiyetke buzgunculuk kıldıgan müminler oldu misal. Bunun neyim deyimiz hem de? Bu özü Kur'an-ı Kerim'de bak o. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâs diyen bir ayetli var Sure Bekara'nın 5'inde. Ve minen nâs men yekûlu âmennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bi mu'minin diyen ahir vâgıçlık aşna hemmesinden kısa aş müminlerin özüne kıvatkan gipi bilen kıvatkan işkisi birisi okşamagalık için Allah Teala öğretiyor ise onun özünü mufsit dep ahırsıda bayan kılıdı. Demek bir adam mümin buluşu bir adamniki mümin buluşu onunki Müslüman boğallıqdan mı hem derek degan gap. Müslüman buluş ayrı bir narsa. O Müslüman daşlığının içige o Allah işenmeyen her qanday adam kiralaydı. Bir adam Allah'a işenmeyen bolsun, ama cemiyetniki tinchlik uchun has qo'shgan bo'lsa, o adam Müslüman bo'la oladi degan gap. Yani Peygamber Aleyhisselam zamanında shunday bo'lgan-ku. Mesela Abu Sufyan'ın özü Allah'a işenmeyen, peygamber'e işenmeyen bir adam. Ama teslim bulup bu yerde boldu. Sineki muşu kilişiminge biz muşu nizamnamange biz kol koyduk. Tinch bir cemiyet yaşaymiz, bunundan çatak çıkamaymiz dep bu yerde onun imza çekkenden keyin peygamber Müslüman. onu öldürmedi. Demek onun özünü Müslüman dep ataydı. Mesela. Şunun için bu yerdeki nersi ne mi diye vaxtıda mescidniki qurilishidagi bütün maqsad nima desa insonlarniki mo'min bo'lish uchun emas. O mo'minlikni Alloh taolo xohlagan odam mo'min bo'lsin, ya'ni xohlagan odam ishonsin, xohlagan odam ishonmasin deb insonning ixtiyori qo'yib aytgan uni. Hmm. Ammo musulmon bo'lish majbur. Ha. Musulmon bo'lish majbur. Agar bir odam musulmon bo'lmasa, u jamiyat tartibiga buzg'unchilik qiladi degan gap. Yani bir mesela Hollanda'daki sizdeki yenimini misal alsak, Hollanda'daki bir devletinin özde tinch bir cemiyet berpa kılındı. Bu İslami cemiyet degan gap. Eğer İslami cemiyetine kirmeyme dese, u yerga buzg'unchilik qilish kerak o adam. O vaqtda buzg'unchilik qilgan odamning o'zini davlat qanday qildi tutdi. Bekara yamankas atidi mengisiga qaratib, shuni jimiq turadigan gap. Demek bu yerde Peygamber Aleyhisselam'daki keyinki zamanlarda mesela Mekke müşrikleri olsun, etrafındaki insanlar olsun sizler bu İslam'a kiranlar deyip hemesini İslam'a kürdürüş sebep ne mi dese hemesini tiş bir cemiyet hemesini şu cemiyet kürdürüp tinch bir cemiyet berpa qilish uchun qilgan narsa o. Yani adil hech qanday bir inson yani bir insonning diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan, madaniyatiga hujum qilmaydigan, onun milli kimlikka hujum qilmaydigan, adalet yani qonun oldi hammadan barobar yashaydigan bir adil bir jamiyat qurib chiqish bu Allah Taola'nın Qur'oni Kerim tushirishdagi maqsadi shu. Peygamber meni shu maqsad uchun kurashgan odam. Qur'oni Kerimning maqsadi meni shu. O yerde bütün insanların özüne mesela mümin olsa Allah işense yaxşı. Ve lakin Kur'an'dan ba eğer ular işengen olsa hayrellahum deydi de ular yaxşı olgan boladı deydi. Yani Allah işiniş, Allah'ın melaikleri kitaplara, peygamberlerine, ahiret işiniş
Bu yaxşı bir iş. Lekin o işençi insanın nerede oldu dese kalbide olduğu nersi o. Bir adam işendim dep koyup işenmese oturuverdi. Şunun için bu yerde emeliyatta ki nesne emeliyatta İslam buluş gerek. Emeliyatta cemiyet İslam buluş gerek. İslam degani tinch bir cemiyet degan gap. İslamiy cemiyet degan tinch bir cemiyet degan gap. Hozir ma bizniki nimada? Ma u Fransiyada nima o? Dilnur xonimmi? Dilnur Ha, Bey. Aşu xonim bir yaşlagı bir programma qipti. Hı. Sekular deb sekular degani bizda nima deydi ekan uni? İlmallık. İlmanlık deb tercüme qilindi ekan uni. İlmanlık degani İlmaniylik. ilmaniylik. İlmaniylik degani qism Dinsizlik. emas, so'qim emas degan gap bo'ldi endi mana shu vaqtida. Bizde ilman. Hamma narsaga har qanday diniy e'tiqod, har qanday millatchilik, dinchilikka, yana har qanday dinga, har qanday millatga normal qarashda uni uni so'g'aq muomala qilmaslik va uning bakalqi nima muomala qilmaslik hamma odamga o'xshash holatda muomala qilishni ko'rsatilgan gap bu. Shunga buning o'zini nima desa, bu nayt yaxshi bir o'zi program bo'libdi deb o'yladim menchi. O xonimniki bu qashi nayt yaxshi bir ish. Ben köymedim mi? Men shu nima qo'yib qo'ydim. Ammo bu islomning o'zi ash shu endi. İslamiy bir cemiyet degan nima degan vaqtida buni ma loyiqlik deb ma turklar ashtaq nima qildi ekan, loyiqlik deganni hech qandaq masalan bir davlat bo'lsa, o davlatning ichida hech qandaq bir o'zi dinni asos qilmagan. Hamma dinga barobar holatda qaraydigan, hamma dindagi insonlar va hamma har qanday millat u davlatniki qonun oldi barobar hisoblanadigan. Undaq bir o'zi nimani deydi, bu tuzumni deydi, bu o'zi loyiq tuzum endi bu. Shu tuzumni tarjima qilibdiki, ilmonlik dedimi? Nima dedilar? İlmanilik de o başka da ma sizin adı dert kalır otural oluş demişim. Shu ilmonilikniki nimasi shu ekan hamda ashundaqini. Bu Ya o seküler değil sizler, seküler mi değil? sekular. İlmanilik deydi ekan, shuning o'zini ashdaq tarjima qilibdi dedi. Bu nati o'zi bir yaxshi bir boshlanish bo'ldi dedimda. Buni ma Turkiyada bir qism mollalar meni bu sekular dindan chiqib ketgan mandaq Uyg'urlar bo'ldi, andaq bo'ldi, mandaq bo'ldi degandek bir xil nimaning o'zini pishni pasatni taqatqa ishlam bor. Allah'nınki Kur'an-ı Kerim'ni düşürüşteki maqsad nima desa İslam. Yani Kur'an'da el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam dina dedi Allah Teala. Yani İslam'ni din qilganlikqa rozi bo'lganligini bildiryapti Allah Teala. Demek bu nima degan vaqtda İslami bir cemiyetni qurish ve İslami şu cemiyetin özü bütün insanlarını beraber yaşatışının özü Allah razı olduğu iş degan gap. Yani her qanday bir insan bir cemiyette özünün beraber başka insanlarla beraber hukukunu ep durup başkalarının hukuku tecavüz qilmaydigan, başkalarının etiqadiga, milliy kimlikka tecavüz qilmagan asosda, uni hurmat qilgan asosda yaşatsa, o adam İslamga amal qilgan bo'ldi degan gap. İslami cemiyetga hassi qo'shdi degan bo'ldi shu vaqtda. O odamning o'zini musulmon deymiz degan gap. Şunu bu yerdeki narsa nima degan vaqtida masjidning maqsadimi Payg'ambar alayhissalomning zamonasida serilgan masjid İslamni amalga oshirish. Hamma odamni la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degizish emas. Hamma odamni bir-biriga chiqilmaydigan, bir-biriniki e'tiqodiga hujum qilmaydigan, bir millat yana bir millatga milliy kimlikka hujum qilmaydigan, har millat yana bir millatga o'zi hurmat qiladigan ve bir dindeki insan yana bir dindeki insonniki diniy e'tiqodiga hurmat qiladigan. Yani beraber insonlikda beraber yashaydigan adil bir cemiyet qurish Qur'onning tüp maqsadi degan gap. Yani Allah'niki insanda kutgan maqsadi shu degan gap. Payg'ambar ashno uchun kurashgan inson degan gap bo'ldi. Yani masjidda men mushundaq ishlar qilinishi lozim degan gap. Payg'ambar men mushun uchun kurashgan.
Hozircha degan vaqtda hozir bütün fitne fasad masjidda bütün konuliq, xurofiylik, insonlarni oxir qoldirgan nodonlik, shuning hammasi masjidda buluqlandi. O vaqtda qanday masjid o'ziniki rolini joriy qildigan bo'ldi misol. Ya'ni payg'ambarning zamonidagi masjid bilan hozirgi zamondagi masjidni ikkisi bir-biriga selishtirgan vaqtida ikkisi bir-biriga qarama-qarshi yani. Bütün öz Allah'ın diniga, Allah'ın peygamberlerine böhtan çaplaydigan, qar çaplaydigan işlerin hemmesi mescide verildi. Yani peygamber qılmagan işlerini qıldı devatkan, peygamber demegen işlerini geplerini devatkan misal. Aşının qo'shish peygamberlerge hakaret kıldıgan, Allah'a hakaret kıldıgan, Allah'a şerik keltirdigan, insaniyet cemiyetiga buzg'unchilik qiladigan, shunday ishlarning hammasini o'rgatadigan va ashad ta'lim beradigan ishlarning hammasi nerede bo'lyotdi desa, ko'pincha shu Yevropada biroz madaniyalashgan musulmonlar bor, bu yerda unday gapni bak qilmaydi, ammo Osiyo tarafdagi musulmonlarda, ya'ni mu'minlarda bunday gaplar nihoyatda ko'p chiqadi misol. Davomli kofirlarni o'ltirish to'g'riliq, davomli o'zi shunday qilib pishni pasat gaplarning o'zini, ya'ni bir odamning evini ochadigan shunday gaplar masjidda ko'p qilindi. Ya'ni buning o'zi nihoyatda bir xato bir narsa. Ya'ni bu bizniki burun deb qilayotgan narsamiz nima degan vaqtida nurg'un insonlarimizning bu yerda o'lib ketishi, xato yo'lga kirib ketishining butun sabablari nereden kelgan degan vaqtida masjidni to'g'ri ishlatmaganligi uchun, masjidda to'g'ri insonlar tashviq qilmaganligi uchun, xato insonlar molla bo'lganligi uchun bizniki insonlarimiz bunda xalta ko'chaga kirib ketgan va insonlarimizga nihoyat ko'p ziyonlansagan. Ya'ni biz islomni qabul qilib, shu Saidiya xalligidan keyin 500-yildan shu 16-asrdan boshlab zaten shu xurofiylikqa yuzinib ketishimizning butun sabablari nerede desa, shu diniy sohadagi mollalardan kelgan, u molla masjidlarda shunday xurofotni ming yil burungi hikoyalarni insonlarga so'zlash orqali insonlarni zamoniga loyiq odam bo'lib qo'ymagan, zamoniga loyiq o'qiydigan yerni ko'rsatmagan, zamoniga loyiq bilim berolmagan. Uning uchun bizniki jamiyatimiz qaloqlashib ketgan, xurofiylashib ketgan. Va hozirgi shu eg'ir kunlar kelishimizning butun sabablari nima desa, masjid xato qo'llanilgan va masjidda xato insonlar turib qolgan. Bu sababdan bo'lgan. Masjidda payg'ambar alayhisalom zamonasida davomli jamiyatdagi masalalar, siyosiy masalalar va do'st dushmanning orasidagi masalalar davomli o'zi hal qilinib kelgan bo'lsa, hozirgi zamondagi masjidlar desa aslo hal bo'lmaydigan holat shakllangan. O do'st dushmani siyosat hech qanday bir narsa hal bo'lmaydigan siyosat desa payg'ambar alayhisalom shu Makka mushriklari bilan kelishim tuzgan vaqtidagi siyosatni so'zlab o'ltirdigan, hozirgi zamonda qanday siyosat qilishimiz kerak degan bir og'iz javob bera olmaydigan bunday holat shakllanib qolgan. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda nima degan vaqtda masjiddagi mollalar hozirgi zamondagi masalalardan bir tal masalaga to'g'ri javob bera olmaydigan holat shakllanmoqda hozir. Uning uchun uning oqsiga ergashgan insonlarmi dunyodagi insonlarga hech bir zaman to'g'ri o'zi shaklda qaraydigan bunday holat aslo mavjud emas. Ya'ni o'zining dushmanini taniyolmaydigan, o'ziga o'xshamagan odamning hammasining o'zining e'tiqodiga o'xshamaydigan e'tiqoddagi insonlarning hammasini dushman deb sanaydigan bunday holat mana shunday shakllangan. Bu o'zi bunday masjidlar va bu masjidlarda tabliq qilayotgan mollalar bu insonlarga nihoyat ziyonli insonlar. Ya'ni payg'ambarning zamonasida deyilgan masjid zirar degan masjidning o'zi hozirgi masjidlar deb qarasak xatolashmaymiz misol. Ya'ni bu millatga cho'ng ziyonlarni keltirgan va bundan keyinmi yana shunaqa davomlashsa keltirdi misol. Biz mana shu ziyonni tatgan, ziyonniki nihoyat o'zi halokat girdoviga kelgan bu ziyonning o'zi bizni hozir halok bo'lish girdovida ketyapmiz. Mana shuni keltirgan narsa nima desa, masjidda masjid qilingan xato tashviqot va xato odamlarning sababidan bo'lgan bu narsa. Bo'lmasa bizga fursat kelmagan degan vaqtda neni fursatlar kelgan? 1910-yillari misol 910-yillari
o mancu hökümetini hech qanday kuch qanmagan vaqtning o'zidami bizni bir yetaklab mang'idek bir inson bo'lmaganligi uchun bizda o'zi davlatni mustaqil qilolmagan shu vaqtning o'zida. Yana shu Xitoyga sodiq g'olchilar shu vaqtda ba'zanlar diniy to'nga o'rin berib degandek, shundoq o'zi shunaqa sodiq bo'lgan shaklda xizmat qilganligi uchun bu millat shu xorliqdan qutulmagan shu vaqtning o'zida. Ta ki 33 yıl deyimiz, 45 yıl deyimiz, hemmisinde bizge köpünçe vaqtda putlu kaşan olgan narsa nima desa, Qur'oni Kerimdeki din emas, uydurulgan din bizdeki uydurulgan dinga eslab olgan, şunu tashkil qilgan mollalar bizga o'zi putlu kaşan olgan shu vaqtning o'zida. Bir narsa demoqchimidilar ya? Hem de yig'ib aytgan vaqtida masjidniki maqsad nima ekan? Payg'ambar alayhisolam zamonasida masjid qanday bo'lgan ekan? Masjid orqali nimalarni amalga oshirgan ekan degan vaqtida Payg'ambar alayhisolam zamonasida masjidda adab axloqni, ilmni va shu o'z zamonasiga loyiq odam bo'lishni tashviq qilish orqali islomiy bir jamiyat qurgan Payg'ambar alayhisolam. İslami cemiyet degenin özü hamma adam yaşayalaydigan, her qandaq e'tiqoddagi va har qandaq millat bo'lishini qat'iy nazar hammasi o'rtaq qonun oldi barabar yashaydigan bir jamiyat qurgan Payg'ambar alayhisolam. Hozirgi masjidlarni uni selishtirgancha degan vaqtda hozirgi masjidlar boyaqi deganga o'xshash butunlay Payg'ambar alayhisolam zamonasidagi selingan masjidniki yoki o zamondagi masjidniki o'tgan rolniki tamamen karşısındaki rolunu algan. Onun için insanlar Peygamber Aleyhisselam zamanında aldık qarab ilgirligen bolsa, hazırki zamandaki insanlar çoğudsa akı qarab ilgirleş körülgen. Mesela hazır şu mescid okuyan, dinde okuyan insanlar cemiyetindeki akıda qalıqlık. Nima için degan vaqtida bu to'g'ri bir narsani o'rganmaganligi uchun bundan 1000 yıl, 2000 yıl Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, hatta Adem aleyhisselam zamanındaki hikayelerini okup oturgan ekan, insanlar akıt qalishdan boshqa hech qanday chorasi yo'q uniki. Şuna bu yerdeki meclisdeki maqsad nimati qanday qilishimiz kerak degan vaqtning o'zida masjidda insonlarimizga hozirgi zamonga loyiq inson bo'lishni o'rgatishimiz, hozirgi zamonga loyiq adab axloqni o'rgatishimiz, hozirgi zamonga loyiq ilm o'rgatishimiz yoki hech bo'lmasa shu hozirgi zamonga loyiq ilm o'rganishga tashviq qilishimiz lozim. Shu vaqtda biz o'zi Qur'oni Karim tasvirlagan masjidni to'g'ri ishlatgan bo'lamiz, shu masjidda to'g'ri gaplarni qilgan bo'lamiz. Va masjidda o'zi haqiqiy islomiy bir jamiyat qurishga hassa qo'shgan bir masjid holatiga u masjidni kelgan bo'lamiz shu vaqtda. Xo'sh. Sizlar darsning beshidagi kirish qismida masjid kalimasiningki sajda kalimasi bilan manbalangan, yana so'z tomosha ekanligini so'zlab kelib, o'z vaqtida sizlar shaharga sajda qilgan holat kiringlar degan oyatni qo'llab beshida shuni keltirildi. Va shuni bo'ysungan degan iboradan ifodalalar menga butun jumlaga qaytadan nazar solgan vaqtimda tartibni saqlagan aholisida, ya'ni tartibni saqlanglar. Yani topşan chiqarib, xalqni o'rtab qilib, u darsga dag'du qilib ketmay, shu yana tartibini buzmagan asosda kiringlar degandek tuyuldi-da, shu. Tartib saqlash degan kalima biroz uyg'un kelgandek tuyuldi. To'g'ri. Andan keyin shu islomni bayonida sizlarga musulmon mo'min bo'lishga ixtiyorlik emas, musulmon bo'lish majburiyatimiz kalimasini iborasini qo'llanadi shu jig'sa. Musulmon bo'lish majburligimizda, chunki hech qanday inson shaxsiy yashayolmagan ekan, bir cho'qim to'plum jamoatning ichida yashagan ekan, ijtimoiy maxluq bo'lgan ekan inson.
Çoxum şu toplum cemaatninki ortak menfaati bilen meňiş lazımkinde. Elbette. Eger unda qılmagan bolasada şu tinchlik berpa bolmaýdy diýen gep. Yani Hmm. hatırjamçylyk bolmaýdy. Yani İslam berpa kılgyl bolmaýdy. Doğru. Endi bu kasrakla biraz acep çıkıp Allah yana güvaçlıkka kirip kaldık. Hatta iman keltirdiğin kelimedeme eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dep İslam kirimiz dep Müslüman bolduğamdı dep hazır kadar garipni itaatip şerefçe yetiklerdi. Şu meşhur hem. Şunda ekkirdi insanlarını. Oluma aşı rast şunda okşaydı dep aş kelimini sözleydi. Aşağıda işiniş bilen güvalık vermen degan sözünün ki o kadar iniq tursa ben şununla güvalık vermen dep turup özünün tili tercim kısmı şu sözle. Başına kirdi de hem de. Deslepti bu ben mi deslepti vaxtımızda bu biradırımızdan bir saçlar degeni çaldı ben heyran kılıp edem uylanmışsa adet degen şu kol put kolunu işittik akılını gal kılıdı degen bir cümle varken ama bu insan şunaslarınki nimesi de hikmetlerinde. Bu könüp ketken çağda edem ağzından put devir deken lekin nemi dağıtkını bilmeyken de. Ay söz kanda ketibatıdı, nemi mananı bildirdi. Dep onu grammatikaga silip tepsili izlengen vaqtidagi salohiyatları fail, fiil qatorliqlarni izlense onundan başka bir narsa çıkır eken esle. Şoňa ibadetde kılıvatkan, okuvatkan dualarımızda, kılıvatkan ibadetlerimizde nurgun narsalar karasa abi bunun ibadeti emes. Yani o ibadet kılıcının ibadeti de emes. Başka birisininki rolu da kılıvatkan ibadettek. O ilmivatkan rol ilgiriki öz zamanındaki sahabelerinin hayatını dramalaştırıvatkan, artistlik kılıvatkan bir modülken de digiskil dedem. Açtak aslında. Asıl diyen top doğru da. Özü şu halkı, özü oncu başka bir insan bulup, ben toktaptı. Men Allah işini işkiyesi, kandak işini işim gerek. Kallan işirtip, Kur'an-ı Kerim birinci oku diyen ayet düşken, işini işten burun. Okup Kur'an'ın özüne, onundan başka kitabını okup Allah Teala'nın kudretlerini düşünüp, onu diken, doğru. Bu Allah zat baken, biriken, men bunun özüge zat işendim. Dep işiniş bu ayrım bir narsa. Kur'an-ı Kerim'de mi Amener Resulü deydi. O şehadet kelimesi yok. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun deydi. Mu'minler, peygamberler Allah'ın düşken kitapka işendi diyenin özü okup bu peygamber mi onun özüne. Onun içinde öz qaylıqıdek nersi var mı yok mu? Onundaki işindiğen gepte. Düşünmeye bir şey gidilmaydı. Onun için elqi nemedeki ma o muzammil mi mudessir mi aşörünün özde kumul leyle illa qalilan nisbehu ev enqus minhu qalila ev zidaleyi veretil Kur'an tertila diyen ayetinin özüne keçid namazı oku dep tercim qıp koyuqluq. Aslında o ayet diyorsa keçe insanlar mesela namaz vaktini bururaq tutsa o vaqt intayin tiniş bir vaqt hava ait sap şunda güzel bir vaqt o vaqtda bir narsani mındak başqa olsa insanlar nəhayət yaxşı öz bir nəsə düşüncə hasil qılalan gep. Aşağıda inna sanulqi alayka qawlan saqila degan ayət qarapmı onu his qılmagan. Biz sana özgə düşünüş qiyin bolğan bunda sözlərni düşürmez. Unda qoğan isen keçib turup onu bir düşüncə hasil qılğan, sen cemaatın arasına çıxıb sözləysə bunu sözgə vaxtsa onu xata bir nəsə dep jümə yana. Dep ayet Allah Teala ağır devardı. Dese onun özünü keçib turup sen namaz oku. Dep anın kapırıp insan neme o andak tercih koyuyor misal. Şonu bu yerdeki näse neme diye vaxtda bir näsege işiniş, onu düşünmey turup işinişinin özü iş kandak işenç hasil kılmaydı diyen gep. Bu işenken bolmaydı o adam. O adam özü yaxşı onu okuş lazım, onunki rast yalğanlıkka işençi bağlaş lazım, delil ispatlığını doğru qaraş lazım. Şu vaxtda özü delil tuluq bolsa, o vaxt işense o boludu. Kur'an-ı Kerim'de misal Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin diyen bir ayet var. Sen menin rast desen delil kelti deydi. Yani bu ayet nimet Allah Teala men bir diyen bolsa
Onun Allah özü delil keltiriklik Kur'an'da. Şu delilinin özünü okup, körüp, onundaki ne, muş doğru zaten, muşundaki, meni kallam öttü diye vakıda, ben bunu işendim diyendikin o adam ne oldu dese, Allah işengen adam oldu. İşengich ol, mümin bol. Mümin oldu o. O peygamberge, o Kur'an'ın Allah'ın kitabı işengendikilla, o kitap düşken adam peygamber ekenlikke, o işen otomatik ketgan gepemdi. Demek, aşındak özellikle onu okup, bilip, onundakin tüşense, düşünüp, onundakin işenge vakıda o adam Hakiki işen. hakiki mümin bolalaydı deyin gep. Bolmasa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deplekin atamda kalkan namaz gidip o namazını okuverse, atamda kalkan Ramazan gidip onu tutuluverse, o adam hiç kaça mümin bolamaydı. O elki Kur'an'da bak o. Biz ata-anamızı tutup kelgen yolga erişimiz diyen, ata-anası kallasını işitip bakkanmı toğru yoldu, men bakkanmı aş adamның diyen bir ayet var. Demek bu ayet asasen demek ki o haqqan toğru işni qan taqdirdi mi? Namaz okuş bir toğru iş bolgan taqdirdi mi? O namazını nima üçün okuydu o adamның o'zi? Bunu hech qandaq narsani bilmay turib o'zi o'qigan namozi o odamga hech qanday foyda bermaydi degan. Yani Kur'an'da namaz o'qigan odamga qattiq o'zi Alloh taolo nihoyatda eg'ir so'zlarni qilqiliq. Masalan, "Fawaylul lil musallin" degan oyatlar bor Kur'an'da. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda shu yerdagi salat kelimalari nima ma'noni ifodalaydi? Hech qanday narsaga boshqa to'maylikin berib o'z namozni o'qib lekin shu Xudoga bir ishni qilib berganlik lekin bunda qilish o insonniki to'liq bir iymon keltirganlik, o Qur'onni to'liq bir tushunganlikdan derak vermaydi degan gap. O tushunmay qilgan narsa o odamni qutqazmaydi. Zaten mana Uyg'ur xalqiniki mushu zulmdan qutlanmasligining tüp sababi nima desa, bilmegen bir Kur'an'ın ağzı ergişi varlık. Bilmegen bir dinin ağzı ergişi varlık benim muşkiniga geldi. Eğer şu vaxtda bilip durup, to'xtabdi, ma Kur'an'ın özde xalqa adam işensin, xalqa adam işenmisin depti. İşenmegen adamni o'ltirmaydiganmiz, hokimiyetimiz bo'ysunsiz bo'ladi ekan bu adam degan bo'lsa, sudq buğragan zamonda necha 100 mingdan adam hayot qolgan bo'ladi, misol. Şu Şu salat Kur'an'ı okumaylıken aş Arapniki aşağıdaki hidayet degan aş kitabı ergişikliki mangallık için bo'lgan narsa şu. Kapırını öldürürüz dedi mangan. Yani hazırki mesela ma o nemisinin özünü okudum ben ma o nizam namusinin özünü Suriye'deki bağlanıki. Nizam namusunu okusam aşnında kapırlığa karşı cihat kılış andak mandak degan nurgun narsalar turdu. Kur'an'da kapır karşı cihat kılış, Yahudi karşı cihat kılış, müşrik karşı cihat kılış degan bir narsa yok. Bunu bilip koyuş gerek. Zalim karşı cihat kılışı var Kur'an'da. Zulüm karşı cihat kılışı var Kur'an'da. Bunu biliş lazım. Peygamber, hiç kandak bir peygamber kapırga karşı, Yahudi, Nasara karşı cihat kılan emez. O kapırın içinden şunun karşı çıkan, zalimga karşı çıkan, düşman karşı köre çıkan. Bütün peygamberler şunda kılgan. şerikni zulmun azim degan sifatda ifodalagan oyat bor demasmi qilishcha. Onun Unda- özü şerikniki inne şirke la zulmun azim degan oyatniki nemisi o yerdagi zulm nima degan vaqtida o Allah bo'lgan zulmni ko'rsatadi o yerda. Bu insonlar qilgan zulm emas o. Şoňa o yerdagi narsa nima desa, o şerik keltirmesin, boshqa narsaga ishonsin, Allah ishonsin, buning hisobini Allah Taala nima degan desa, men o'zim berim deylikda Qur'onda. Qur'onda masalan eğer فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ degan ayet var Sure Beqara'niki 30. ayetida. Aşını bilsem minatın hidayet kelgan vaqtda onun ergeşken kişiler o necatlık erişidi. Onun ergeşmeyen kişiler cehennemge selinir. Cehennem kaçan boludu? Kıyamette boludu. Demek o Allah'a işenmegen adamge cezanı Allah Teala kıyamet günü verdi. Bu dünyada vermeydi. Ama bu dünyada insanlar Allah'ın onu da Allah'a işenmegen, Allah'a şerik keltirgen adamlarga ceza veriş bu hata diyen gap.
Allah Taala mening o'rnimda sen jazoni berib qo'y degan bir yer yo'q Qur'onda. Şoňa bu mesciddeki ähmiyeti naýat muhim. Her bir milletdeki bir döwletde bir tal mescid bolgan naýat ýaxşy. Emma o mescidni togry işletiş lazım. Mescidde Eger togry bir geplerini kılıç lazım. İnsanlarni togry ýolga ýetekleş lazım. Togry närsini teşvik kılıç lazım. Ve insanlarni şu zulümden, şu patkaklıktan kutulduğan yollarının özüne köstüp bere alyş lazım imam bolgan adamyň özü. Bu ýerde hazırky wagtda näme dese, imam köpünçe wagty bulup bizning Uygurlaryň içinde imam en okumagan, Kur'andan başka närsini bilmeýän qarqosaklar imam bolýarlyk hazırky wagtda. O siyaset sözlerinizi hiç kadar siyaset bilmeydi. Strateji asla bilmeydi. Hazır zaman ilim fenisi asla bilmeydi. 7 yaşta apırımdakin molla tutup egen, Kur'an yadlawagan, aşındak adamlar imam bulup insanların aldıda insanların yol başlaygan, yol başlayagan. Bu adamlar asla yol başlay olamaydı. Verasatul Enbiya diyen davası kanda şu hesapta Toğra, yolu o verasetul enbiya buluş için o adam insanını peygamberge okşaş doğru yol yetekleyelerden buluş lazım. İnsanların kutulduğun yollarını köste alış lazım. Eğer ondak bolmasa o peygamberdeki şu kıvatkan işini doğru kıp berenmeyen bolsa, peygamberge okşaş insanların çıkış yolunu doğru köstüp berenmese, demek ki o verasetul enbiya emas o adam. O vakıda. O vakıda özünü biliş lazım o adam. Ben özü bu nesini bilmeyme. O vakti men insanlar imam bolsam bolmaydy. İmam degenni halkynyň ýolbaşçy, ýetekçisi diýen gep. Qarqosaklar ýetekçi bolganlygy üçin bizde halymyz makun kereklik. Şoňa bu meşit degenni muhim bir urun bolsumy, lekin o muhim urunga şunyň laýyk adam kägen wagtda o mescid özüniki roluny togry jary kıldyra alaýan gep. Eger o ýerde hata bir adam, onun layak toşmagan bir qarqosaqның özü kelse, o sellini yoğan orap, sakalını yoğan kuyu vasıla, onun aqsıq əgişipliki neymi dese, Xuda bizni aşı peygamberdim yaxşı kögənlik üçün muş zulümni bergen, biz aşını yığlap oltuğan deken, bu insanlar neymi degil oldu emdi. Demek bizni insanlarımız islahat, özünü islah kılışını bilişi lazım. Yani. Hazırkı zamanı layık, zamanı düşüne alaygan, özüneki dost düşmanını doğru düşüne alaygan adam buluş lazım. İmam boğa adamlarmı özünün dost düşmanını doğru düşündire alaygan adam buluş lazım. Aldık kelgen adamның hemmisini düşman kılıp halkı köstüp, bütün dünyanın özünü düşman kılıp algan mundaq işlerini kılışı bütünley hata. demek mescid bütün anlamı yani düşüncesi bilen bir toplumninki umumy işlerini hal kıladigan bir urun eken hesapda. Elbette. Yani Allah'a ibadet kıldığı yer emas. Allah ibadet kıldıgan diyen ibadet itaat manisi bu yerde. Demek Allah Taala'nınki İslami bir cemiyette koygan prensipleri var. O prensip asasen çıkarılgan kanunlar oldu. O kanunu icra kıldıgan, kanunu boysunulduğan bir urun diyen gep emdi. Demek bu siyasi merkez diyen gep meşit aslında. Peygamberlerin, bütün peygamberlerin zamanında boğan meşitlerin hemmisi şu zamandaki siyasi merkez olan. Mesela Beytül Mukaddes şu vaxtdaki Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'daki devletini başkurduğun siyasi merkez olan. Peygamber Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevisi'nin özü şu vaxtdaki siyasi merkez olan. Ve nemedeki Mısır'daki nemedeki Musa Aleyhisselam'daki mescidi şu vaxtdaki Beni İsrail'in yetekleydiğin bir siyasi merkez olan. Demek bu yerdeki näse neme diye vaxtda bundaq ekelsek, yani devletniki hazırkı vaxtda devletinin siyasi merkezi şu milletniki aslideki merkezi mescidi up atılıdı diyen gep. Mana şaka vaxtda. Mescidge itaat kılış ornu diyen gep de mana şaka vaxtda. Yani tişini çıraylık sırlap koygan bir gül çıkarıp, közlerini kamaştırıp etken bir eserden aldığı kelip toktap, bu jikiden hakikatine yani tişideki sırrını çıkarıp etip, yağıcı mevede buna meveki zamask şaplap koyuptu.
Hı. Bunda emes mandatı digini tursa Hı. ay baştan ayağa sökülüp çıkıdı iken de ay sır tökülgende tökülüdü iken bu işten. Elbette. Demek ki uydurulgan boğallık üçün Hı. işte çıraylık sırlangan ne aciz olsa nerede kapılık yalık yürük pok pok olsa aşağıya en cık ayet ne ya ki efsunun şu yak cık okup savapның tozukunu aşağıya obdan kurup qo'rqinchli narsalarning hammasini shu yerga kelib misol asr namozini vaqtini bir odam qo'ldan berib qo'ygan bo'lsa dunyo oxirat savobini qo'ldan berib qo'ygan bo'ladi degandekchi. Ya'ni Evet. ne aciz olsa qaysi halqisi soxta Hı. bo'lib qilgan bo'lsa aşağı jiqroq zamoska bergan ekan. Açtık. Aşağı jiqroq suvarkilab jiqroq choplab bekirek paqiratgan kunda boshqa yerdan jiqroq kuch emgak qilgan ekan. Cağalık bölünüp kalmasın dep Ha, kaçmışlar. chinib qolmaslik uchun. Mesela mescitte anı kılmanlı, manı kılanlı dep sözleydi. Hazırgıçılık bu Kur'an'daki ictimai kanunlarının özüne davamlılık töven bir uğrunda tutup gelgen. Bunu tutup gelgen insanlar kim olursa mollula. Dini sağlık insanlar töven tabakada moş cemiyetniki içinde aşında tutup gelgen. Bunun hiç kandak kanuni küçü olmagan. Mesela. Aslında bu nima degan vaqtida İslamdaki prensiplarga asasen çıkarılgan kanun devlet kanunu oluş gerek. Devlet kanunu halet giriş gerek. Ve şu kanun boyunca insanlar idare kılınış gerek aslında. Mollalar bunu sözleşmeslik gerek. Devletin bunun özüne halkını başkurduğun bir nes bekitiş lazım. Misal ma garip devletlerde bir yer işlegen bolsak, yalgancılık kılsak, bizniki aşı nemimizge, arxivimizga yalğançı bu degan bir narsa yezilib qolsa, ikkinchi bir yerga ish kirgan vaqtda aşı narsamiz bizga daxl tariz bo'ladi misol. Bu yalğançı kazzab, bu o'zi davomli yolg'on gapirib odam aldaydi degan bir narsa bo'lib qoldi. Bo'ldi, undan keyin o'zi ishga kirmagimizni ta'sir bo'ladi. Bu o'zi o odam berilgan yolg'onchilik qarta berilgan bir jazo. Mana aytgan vaqtida. Bo'lgan gap. Xuddi shunga o'xshash bu halqi Qur'oni Karimning ichidagi prinsiplarni asos qilib turib chiqqan qonunlarni davlat uni qonun holatiga kelgan vaqtda Qur'onniki prinsiplari qonun holatiga keldi degan gap bo'ldi. Davlatning qonun holatiga keldi degan gap bo'ldi. Shu vaqtda o'zi o yuqori tarafdan uning o'zi xalqqa ijro qilindi. Hozircha desa masjidda har juma kuni olsun yoki har besh namozda olsun mollul kesh so'zlaydi, uning amal qilayotgan o'zidan boshlab hech qanday bir inson uning amal qilgani yo'q. O təbliğinin köpüncüsü mü aşula özü nimeki bekerek ko'ngli tassa shuni deydi ekan. Nimadan azayisa shuni bekerek to'sidi ekan. Nimaga qo'li yetmasa shuni ochiq deydi ekan. O'zi qila olgan chog'da u ish halol bo'ldi ekan. O'zi qilolmagichilik u ishni men bilmaydi ekanman yoki deb ashuna boshqalarni qilib qolmaslik uchun chora qo'llandi ekan bir haykildi bir ekan. Doğru. Desek bek gepçaq programның vaqtimi biraz bir yarım saat yaqinlashib qoldi. Bugun mening diqqatimni biraz yani boshqa chekkan mazmunlar bo'landi. Bo'lapma ko'rman do'stlarga alayda yana turkcha bu so'zimning ostini siziman deb qo'ydi ekan. Ya'ni bir narsa o'qisak ostida mana siziq bo'lgan qurlar bo'ladi. Shuning shaklida bu so'zimning tagini men sizib qo'yib turib desam, mening diqqatim chekkan masalalardan birisi iymonda ixtiyorligimiz bo'ldi ekan, islomda majburlangan ekanmiz. Bu bek muhim bir mazmun. Jiq izlanish kerak bu to'g'risida. Ikkinchisi salat yana beshida bu ayrim bir program qilinib bo'lganligi uchun unga bek tafsilga kirmaymiz, lekin o'sha yerda so'z arsida Araytalazi surasi kelib qoldi. Ash suradan keyin oldi-keyindagi bütün mazmunlarga qarasak, Fawailul lil musallinning oldi-keyindagi so'zda kishilarga, yetimlarga tamoq bermaydigan ama Yardım qilmaydigan bunday vaqtda. boshqalarga yordam qilmaydigan qatorliq sifatlarning ichiga bir salat so'zi bor ekan o'sha yerda.
Hmm. Nima deb onu bir yer etkiledi o degan mazmunda bir chiroq bor o'sha yerda. Shunga salat haqida izlanayotgan qarindoshlar bo'lsa, mushu Aritel surasini bekerak izlanib boqsa degan tavsiyam bor mening. Ikkinchisi. Uchinchi muhim masala masjid endi hozirga qadar bizlar faqat ibodat qiladigan odatlanganimiz bo'yicha 5 vaqt namozimizni o'qisak savob bo'ladigan, uning bital qish bergan kishi qiyomat kuni bir uyning mukofotini oladigan shakldagi ta'sirotli hikoyalarni anglab butun badallarni shundan beryapmiz. Ammo har bir masjid o'zining jamoatidan boshqa jamoatni to'g'ri deb qaramaydigan bir fikrning manbasi bo'ladi. Hmm. Men cho'ng bo'lgan mahallada Mamtili Zunun yozgan Qo'sh masjid degan danglik bir hikoya bo'lgan. Hmm. Bir-birisiga qarab turadigan ikki masjid. Yeah. Ko'chaning mayan tarafida, mayan tarafida. Ash ikki masjidning birisining aqam soyasi bo'lib cho'nglab ekanman, aqlimga topsam. Va u yerning oldidagi tarafida chiqib Xitoyning Mao Zedongning vaqtida, kommunal vaqtida chiqinib ketib, bir masjidga vaqf qilinib ketgan ekan. Hmm. Bir siyosat bo'lib kelib, shu vaqfini qutqizib qaytirib olgan bo'lib, jamoatni da'vo qilib yurib, yo'ldan yurib, ashani masjid ekanligini qilib yurib. Bo'lmasa men aqlimni topsam va bir yog'ochchilik qiladigan bir korxona, yog'och ustamdimjiga korxona qilib turibdi shu nima qilgan. Ki o bekalida ashani o masjidning vaqfisi qilib berdi. Uchal bilmabdi kim cho'nglab anglasak, ash Mamtili Zununning yozgan Qo'sh masjid degan hikoyasida ikki jamoatning bir-birisiga qanday muomala qilganligini ajoyib tafsili yo'ritib, Uyg'ur jamiyatidagi jamoat va masjidning rolini reallik bilan isbotlab bergan ekan, ya'ni oshkorlab bergan ekan. Doğru. Amaliyotda Payg'ambar alayhissalom Masjidi Nabaviy degan birli masjid solganligi butun Madina ahlini bir joyga yig'adigan. Uningdan ma'lum bo'lganligi bo'lishi aniq bo'ldiki, hozirgi bugungi darsdan shu Madina ahlining shu Madinadagi o'rtaq hamkorlik, tinchlik bilan barpo qilinadigan islomiy bir jamiyatning masalalarini hal qiladigan bir organ kim. Bugungi kunlikda Oqsaroy. Mandalam desak. Oqsaroy ekan. Amerikaga nisbatan Oqsaroy nim bo'lsa, Masjid Nabaviy Madina xalqiga, Madina ahliga nisbatan shu kenan. Shunda tushundim men. Doğru. Mushu jihat yana izlagan qarindoshlar bo'lsa izlanib boqsa bo'ldi ekan. Endi agar bu gaping xato bo'ldi deydigan qarindoshlar bo'lsa, ba'zanlar bunda beshini ichi tiqib, besh chuqur anglab ham qo'rqib qochib ketganlar bo'ldi va programmada oldi keyin ular. Aql ashda xatarlik narsa qarindoshlar. Kichikkina bir yan tatlasang, uning keyindan yana bir narsa chiqadi, yana bir narsa chiqadi. Bu bek cho'ngcho bu uyan. Shunda bo'lganligi uchun qo'rqaysizlar. Qo'rqib, kichikini tatlab bo'ldi deb tashlab voz kechib chiqib ketsizlar. Yana aslidagi ko'na ko'ngan odatinglar qaytib ketib, bosh ko'zingni yopirib, gaz, ko'r, garchi bo'lishni so'zlab, anglab, ko'rib, jafo tortishdan yengil hisoblaysizlar. Ammo hisobni hammadan o'zimiz beramiz. Bu mening 3-chi tavsiyam. Shunga izlanguvchi qarindoshlarniki. O'zining aqliga, diliga, o'zining o'zligiga samimiy bo'lgan ahvolida programmamizga diqqat berishlarini umid qilamiz. Desak bek gapchiq bek muhim gaplar bo'ladi aslida. Davr bo'lgich xarakterlik masalalardan bir qancha o'tirib qo'ydim shu oldi keyin 3 programmada. Masalan, musulmonning biz hozir islomga kirdik, musulmon bo'ldik. Emaskanmiz. Biz iymon etdik, mo'min bo'ldik. Ammo biz islomiy jamiyat qurolmabdik, shu musulmon emaskanmiz. Albatta. Deydigan yerga chiqibdi. Biz qishg'oq chiqsak, musha yerda ekanmiz bizning haqiqatimiz. Shunga uyqumizni ochayli, beshimizni kaydirib qo'ygan tog'ani ko'tarib o'tib, himmat qilayli, izlanayli. Bizmi izlanuvchi, bizmi ilgari sizlardek tushunchada edik. Allah tirishdik, tirishlarimiz yarasha berdi. Qo'rqmadik,
Taş tokmaklarga, taptana malomatlarga oldimizni qildik, haq uchun tik turishga bel bog'ladik. Bu jarayonda butun qiladigan butun eskiliklarni qilib, yerib qolganlarni to'xtab qolgan bo'ldi. İnşallah o'lgicha davom qilamiz deyman. Shunga biz nimaning g'amida, nimaning jafosi ketayotganligimizni ozroq tushunishni ixtiyor qilgan, himmat qilgan qarindoshlar cho'qim biz tushungan nuqtani tushunib yetalaydi. Chunki bizdiklar aql sizlardan bor qarindoshlar. Bizdan nechasi aqlli sizlar hatto. Himmat qilishinglarni so'rayman. Umid qilamiz. Bo'ldim darsi ustoz. Bo'ldi. Hamag'aylar kelar qatimli programmada ko'rishinglar. Allohga emanet olsin. Shunday qilib 81-son inshaalloh yig'lashdi. Do'stimiz, qarindishimiz Abdulaziz Beshto'g'roq bir safarda bo'lib qolib, shuning bilan bir yer o'tirib bo'lolmay, to'rdan uzoq qolib qolganligi uchun bu orliqda ekranda yana men bo'lib qoldim. Mening didorimni ko'rishni xohlamagan qarindoshlar xili bor, shunday bo'lsa-mu majbur bo'lib qoldim. Maska taqib chiqishning o'rni yo'q ekan. Shunga Allah bergan, Allah yasagan holatimizdan chiqish to'g'ri keldi. To'g'ri tushungaysizlar. Programmalarning har birida tushungan qarindoshlar uchun bek jiq masalalar bor. Qo'rqmaydiganlar, hur irodasi borlar, sog'lom tafakkuri, aqli borlar, himmati borlar cho'qim bu haqiqatning tubga yetib tushunib yetadi. Bo'lgandan so'ng omon bo'linglar, oldimizgi programmalarda yana topshirib inshaalloh bo'lishamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.